Kim Woo-bin va Shin Min-na Koreya olamida eng sevimli juftliklardan biri. Ular ilk bor 2015-yil reklama suratga olish jarayonida tanishdi. Birgalikda ko'ringan ish jarayoni ularning munosabatlarining samimiy boshlanish bosqichiga aylandi. Aktyor juda e'tiborli edi, u hatto suratga olish jadvalini o'zgartirib, Shin Min-na o'z ishini tugatish uchun moslashtirgan. Aktrisa ham aktyorni qo'llab-quvvatlab, uning dramalarini suratga olish maydonchalariga oziq-ovqat, kofe kabi yuk mashinalarni jo'natib kelgan. Uzoq taxminlar va mish-mishlardan so'ng 2015-yil iyul oyida juftlik munosabati rasman e'lon qilindi. Kutilmaganda 2017-yil aktyorga saraton kasalligi tashxisi qo'yilgani xabar qilindi. Shundan so'ng Shin Min-na bir muddat tanaffus olib, aktyorning sog'ayishi uchun uning yonida bo'lishini aytib o'tdi. Uzoq yillik davolanishdan so'ng aktyor sog'ayib, yana ijodga qaytdi. Aktrisa ham uni iliq so'zlar bilan qo'llab-quvvatladi. 2021-yil aprel oyida juftlik birgalikda bitta dramada rol ijro etishdi. Yillar davomida turli tadbirlarda birga ko'rinish berib, 10 yillik munosabatdan so'ng Shin Min-na va Kim Woo-bin 2025-yil 20-dekabr kuni oila qurdi. Hozirda juftlik Koreya media olamida eng samimiy, sof munosabatlarga ega oila sifatida ko'riladi. 40 dan ortiq drama va